oshxona qirolichalari uchun Kopilka supermarketidan ajoyib yangilik hamda aksiya boshlandi. Mana bunaqa любой xil oshxona jihozlari hammasi atiga 10 ming so'm. Vashi moshni skidkada Buxoroda birorta joyda bunaqa skidka yo'q jigarlar. Mana bunaqa turidan deysizlarmi? Samsachalar qilgan payt ustini tuxumlaydigan mana bunaqa kistichkalar deysizlarmi? Pomidorni bo'laklaydigan deysizlarmi? Xullas, mana shu yerda ko'rib turgan hamma narsalar atiga 10 ming so'm opajon. Xullas, Kopilka supermarketdan aksiyadagi misarovka so'raganlar uchun atiga 60 ming so'm. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Ko'rishlaringiz mumkin, chipsga o'xshab mayin chiqarib beryapti kartoshkamizni. Mana qizajonlar, ko'rishlaringiz mumkin, shunaqa mayin qilib kartoshkamizni chiqarib berdi. Undan tashqari qizajonlar, ko'rib turganlaringizda yana 4 ta nasatkalari bor. Osh qiladigan paytlaringiz bemalol sabzlaringizni shundan chiqarsalaringiz, sabzilar juda ham chiroyli chiqadi va shunaqa qirg'ichlari ham bor, chorkalari. Sir, chesnoq uchun juda ham zo'r. Xullas, Kopilkadan topishlaringiz mumkin bunaqa neobычный narsalarni. Chipsdan tashqari yana sabzini ham shunaqa yetkazsalaringiz bo'ladi. Nafaqat sabzi, balki salat qilish paytida bodring bo'ladimi, kartoshka bo'ladimi, bemalol shunaqa somoncha shaklda yetkazsalaringiz bo'ladi.